mehmonlar va mezbonlar, shu yerda yig'ilib turgan go'zal ayollar. Men tadbirkor emasman endi albatta, no hamma ayol uchun kerakli bo'lgan maxsus mutaxassisman, ya'ni akusher-ginekolog. 25 yildan beri ayollarni davolash, aholi sonini ko'paytirish bilan shug'ullanaman deydi. Chunki 80% patsientlarim asosan bepushtlik bilan murojaat qilishadi. Albatta ayollardagi har xil jinsiy kasalliklar deymizda, o'sha rak oldi holati bormi, umuman sog'likka bog'liq hamma hujayralarni deydi-yu, davolashga, ularni sog'lomlashtirishga yordam bera olaman va berib kelmoqdaman. Faoliyatim davomida men akusherlik ginekologiya faoliyatim mana 18 yil ujrada, oxirgi 5 yilda bunga psixologiyani ham qo'shganman, chunki tibbiy psixologiya bizga o'zi Toshmida 5-kursdan o'rgatilgan, lekin buni ko'pchilik shifokorlar o'z faoliyatiga qo'shib ishlatmaydi. Faqat dori bilan inson tuzalmaydi, uni ongiga ta'sir qilib, sog'ayishiga, kasallik prosta undan qutulish mumkinligiga ishonsagina kasal tuzala oladi. Biz zino aytganidek, bizni o'rtamizda biz 3 kishimiz deydi. San deydi o'sha bemor, kasallik va men shifokor deydi, masalan, tabib. Agar sen kasal tomonga o'tsang, kasal bo'lib yuraverasan. Agar men tomonga o'tsang, biz kasalni yengamiz deganidek, o'shaning uchun buni har bir ayol baribir hayoti davomida hamma har xil vaziyatlarni boshdan kechiradi. Ichiga yutadi, yig'laydi, o'ziga o'zi yig'olmaydi, например, erdan xafa, qaynadan xafa deymiz, to'g'rimi? Yoshlikdagi boshqa maktab, bog'cha, hamma joydagi problemalar bora ichiga yutish, o'sha g'azab, zahar, bu hammasi o'sha psixosomatik har bir organda to'planuvchi emotsiyalar har xil kistadan tortib miyoma deysizmi, boshqa narsa buzilishlarga olib keladi masalan. Lekin buni asoratni davolaydi asosan shifokorlar. O'shaning uchun buni zamiriga qaytib, umuman kelib chiqish sababini patsientga tushuntirib, hayotingda shunaqami? Oddiy masalan, zubida 25 talab tugun bilan kelgan ayollar bo'lganda menda. Qarardim, kimlar bilan yashaysiz? Qaynota, erdim, gapira olmaysizmi chizda gaplarni deyman deb, "Voy, qatdan bildingiz?" Ichiga yutadi. Lekin meni oldimga kelib gapirayotganda og'iz tinmayotgan yo'q, например, de. O'shaning uchun xullas nima demoqchiman? Sog'liq bo'lsa, ishingiz ham rivojlanadi, biznesingiz ham zo'r bo'ladi. Tatiydi deydi-yu, betingiz og'rib tursa, hech kimni ishga chiqsa ham kelmaydi, to'g'rimi? Patsientlarim ham butun dunyo bo'ylab bor. Bemalol Turkmanistonda ham ko'proq taklif qilishgan, Tojikistonda ham bor, Qirg'iziston, ishqilib keling aylanib keting deyishadi. Endi hali joy chiqib borish Turkmanistonga nasib qilgan yo'q, xudo xolasa balkim borarmiz. Barchalaringizga ayollik salomatligini, ayollik baxtini va albatta finansiy o'sib rivojlanishlarini tilab qolaman. Hamisha sog' salomat bo'linglar.